Assalomu alaykum. Mening ismim Sarvnoz, yoshim 34 ta. Erga tekkanman. Erim ko'p ichda ichib urardi. Uyimizda halovat yo'q edi. Oxiri erimdan ko'nglim qolib ketdi. Qaynatam va qaynonam bilan yashardik. Oxiri erim Rossiyaga ishlagani ketdi. Bolalarimni o'zim ishlab boqardim. Erim pul tashlamasdi. Erimning ukasi menga mehribon edi. O'ylanmagan bo'ydoq edi qaynimkam. Erim bir marta ham telefon qilmasdi. Yaxshi o'tiribsizmi? Bolamiz yaxshimi demasdi. Ko'nglim sovib ketgandi erimdan. Lekin erimning ukasi shundaylar shirin so'z edi. Ta'riflashga til ojiz. Hamma ishlarimga qarashib ketaverardi. O'g'il bola bo'lsa ham. Oxiri erimning ukasini yo'qtirib qoldim. U ham menga yaxshi ko'rib qolgandi. Yaqqol nigohlaridan bilib turardim. Kunlarining birida qaynimkam kelinoyi yerikmayapsizmi deb namuk tashladi. O'zimga ham u gap yoqib ketdi. Chunki ko'rmaganimga 1 yil bo'lgandi. Axir erimdan darak yo'q edi. Qaynimkam kelinoyi siz bilan iliqlik qilamiz deb nagli aytdi. Shokka tushdim. Biroz nima deganingiz bu Dilshodbek deb aytdim. Lekin o'zimga yaqib ketgandi aniqligi. Yo'q kelinoyi, shunchaki sizni yaxshi ko'rib qilganman. Aytolmay yurgandim. Keling yaqinlik qilamiz deb taklif berdi. U qanday bo'lar ekan dedim. Ko'rasiz, juda yaxshi bo'ladi, sizga yoqadi deb yana namoq tashladi. So'ng kunlar o'tdi. Erim boshqasiga o'ylanib ketgani haqida eshitib qoldim. Qaynonam bilan qaynotam bir-biriga aytib o'tirgan joyida poylab eshitib bo'ldim. Yig'lab yubordim. Axir menga xiyonat qildi deb sabr qildim. Oxiri bo'lmadi. Erimning ukasi bilan gaplashdim. Har kuni menga shashlik somsalar olib kelardi. Kelinoyi sizga olib keldim. Arxilab ketdingiz. Nima biror o'ylovingiz bormi? Dedi. Yo'q Dilshodbek, hammasi yaxshi dedim. Lekin bildirmadim. Asli ich-ichimdan ezilib ketgandim. Erimni menga xiyonat qilgani uchun. Dilshodbek erimdan ko'p mehr berardi, chunki qaynonamga o'xshagan edi. Erimning ukasi yaxshi bola edi. Qaynonam va qaynotam Jizzaxga zo'mingani ketishdi. 5 kunga uyda erimning ukasi bilan qoldik. Katta hovlida hovlini supuravangandim. Erimning ukasi orqamdan kelib quchoqladi. Kelinoyi, menga 1 kunlik vaqtingizni bag'ishlaydi. Sizni bedoringizga to'y bo'lay, chunki sizni yoqtirib qolganman deb bo'ynimdan o'qdi. Men shokda edim, lekin o'zimga ham juda yoqib ketdi, chunki 1 yil erkak ko'rmadim. O'zimga ham yoqib qoldi. Erini ukasi quchoqlab olib, umuman qo'yib yubormasdi. Hasanu sanchalarimdan eza boshladi. Oh deya mazza qilardim. O'zim ham yoqishib ketdim. Quchoqlab ko'tarib oldi-da, xonaga olib kirib ketdi. Spalninga yotqazdi. Nima qilyapsiz Dilshodbek degandim. Hozir ko'rasiz kelinoyi deb ustidagi kiyimlarini yechdi. Bitta tursida qolib menga yopishib ketdi. O'zim ham qarshilik qilmadim, juda xohlab turgandim. Rosa ustimga chiqib, Hasanu usanchalarimni eza boshladi. Oh deya mazza qilardim. Sekin meni yechindim. Sirazu pastga qarab tushib ketdi. Ikkita oyog'imni ochib pomidordan yala boshladi. Mazza qildim. Lekin Dilshodbekni go'sht kaltaga qattiq turib ketdi. Sekin tiqa boshladi. 7-osmonga uchganimni tasavvur qildim. 2 soat tindirmay yotdik. Ichlarimga tashlab yubordi. Shunchalar mazza edi. Qaynukam ham rohatlandi. Ishni bajarib bo'lib, yuvinib bo'ldik. Kech tushdi. Ovqatlanib bo'ldik. Yana kelib yopishib ketdi. Eri bilan mening yotoqxonamizga kirdik. Yana ijodni boshladik. Eri xotindek yotdik, qaynukam bilan. Hech bunday mazza qilmagandim. Erimdan ko'p mehr shu qaynukamdan oldim. O'rganib qoldim. Qaynonam, qaynotam keldilar dam olishdan. Hech narsa ko'rmagandek yurardim men ham qaynukam. Yarim kejalari xohlab kelsam, tashqariga bir chiqardim. Qaynukam sezardi. Assalomu alaykum, mening ismim Sarvnoz, yoshim 34 ta. Erga tekkanman. Erim ko'k ichda ichib urardi. Uyimizda halovat yo'q edi. Oxiri erimdan ko'nglim qolib ketdi. Qaynatam va qaynonam bilan yashardik. Oxiri erim Rossiyaga ishlagani ketdi. Bolalarimni o'zim ishlab boqardim. Erim pul tashlamasdi. Erimning ukasi menga mehribon edi. O'ylanmagan bo'ydoq edi qaynimkam. Erim bir marta ham telefon qilmasdi. Yaxshi o'tiribsizmi? Bolamiz yaxshimi demasdi. Ko'nglim sovib ketgandi erimdan. Lekin erimning ukasi shundaylar shirin so'z edi. Ta'riflashga til ojiz. Hamma ishlarimga qarashib ketaverardi. O'g'il bola bo'lsa ham. Oxiri erimning ukasini yoqtirib qoldim. U ham menga yaxshi ko'rib qolgandi. Yaqqan nigohlaridan bilib turardim.
Kunlarining birida qaynimkam kelinoyi zerikmayapsizmi deb namok tashladi. O'zimga ham u gap yoqib ketdi, chunki ko'rmaganimga 1 yil bo'lgandi. Axir erimdan darak yo'q edi. Qaynimkam kelinoyi siz bilan iliqlik qilamiz deb nagli aytdi. Shokka tushdim. Biroz nima deganingiz bu Dilshodbek deb aytdim. Lekin o'zimga yaqib ketgandi aniqligi. Yo'q kelinoyi, shunchaki sizni yaxshi ko'rib qolganman. Ayta olmay yurgandim. Kelin yaqinlik qilamiz deb taklif berdi. U qanday bo'lar ekan dedim. Ko'rasiz, juda yaxshi bo'ladi, sizga yoqadi deb yana namok tashladi. So'ng kunlar o'tdi. Erim boshqasiga o'ylanib ketgani haqida eshitib qoldim. Qaynonam bilan qaynotam bir-biriga aytib o'tirgan joyida poylab eshitib oldim. Yig'lab yubordim. Axir menga xiyonat qildi deb sabr qildim. Oxiri bo'lmadi. Erimni ukasi bilan gaplashdim. Har kuni menga shashlik somsalar olib kelardi. Kelinoyi sizga olib keldim. Arxilab ketdingiz. Nima biror o'ylovingiz bormi? dedi. Yo'q Dilshodbek, hammasi yaxshi dedim. Lekin bildirmadim. Asli ich-ichimdan ezilib ketgandim. Erimni menga xiyonat qilgani uchun. Dilshodbek erimdan ko'p mehr berardi, chunki qaynonamga o'xshagan edi. Erimni ukasi yaxshi bo'laydi. Qaynonam va qaynotam Jizzaxga zomilgani ketishdi. 5 kunga uyda erimni ukasi bilan qoldik. Katta hovlida hovlini supuravangandim. Erimni ukasi orqamdan kelib quchoqladi. Kelinoyi, menga 1 kunlik vaqtingizni bag'ishlaydi. Sizni bedoringizga to'y bo'lay, chunki sizni yoqtirib qolganman deb bo'ynimdan o'qdi. Men shokda edim, lekin o'zimga ham juda yoqib ketdi. Chunki 1 yil erkak ko'rmadim. O'zimga ham yoqib qoldi. Erini ukasi quchoqlab olib, umuman qo'yib yubormasdi. Hasanu sanchalarimdan eza boshladi. Oh deya mazza qilardim. O'zim ham yoqishib ketdim. Quchoqlab ko'tarib oldi-da, xonaga olib kirib ketdi. Spalninga yotqazdi. Nima qilyapsiz Dilshodbek degandim. Hozir ko'rasiz kelinoyi deb ustidagi kiyimlarni yechdi. Bitta tursida palib menga yopishib ketdi. O'zim ham qarshilik qilmadim, juda xohlab turgandim. Rosa ustimga chiqib, Hasanu sanchalarimni eza boshladi. Oh deya mazza qilardim. Sekin meni yechindim. Sirazu pastga qarab tushib ketdi. Ikkita oyog'imni ochib pomidordan yala boshladi. Mazza qildim. Lekin Dilshodbekni go'sht kaltaga qattiq turib ketdi. Sekin tiqa boshladi. 7-osmonga uchganimni tasavvur qildim. 2 soat tindirmay yotdik. Ichlarimga tashlab yubordi. Shunchalar mazza edi. Qaynukkam ham rohatlandi. Ishni bajarib bo'lib, yuvinib bo'ldik. Kech tushdi. Ovqatlanib bo'ldik. Yana kelib yopishib ketdi. Eri bilan mening yotoqxonamizga kirdik. Yana ijodni boshladik. Eri xotindek yotdik, qaynukkam bilan. Hech bunday mazza qilmagandim. Erimdan ko'p mehr shu qaynukkamdan oldim. O'rganib qoldim. Qaynonam, qaynotam keldilar dam olishdan. Hech narsa ko'rmagandek yurardim men ham qaynukkam. Yarim kechalari xohlab kelsam, tashqariga bir chiqardim. Qaynukkam sezardi.